Hammaga salom do'stlar. Erta kech farqi yo'q, sizlar bilan Zenj Diyor kanali. Bugungi videoda mafiya o'ynaymiz. Ana indi ishtirokchilar Bilantan Shamis. Salom hammaga, mafiyani birinchi raund boshlaymiz. Ya, arada. Oldi mafiyani. Arada. Mafiyaga. Kuldirganda bo'ldi. Diyor kamera. Hammamiz kartasini ko'rdimi? Ko'rdik. Bir minut vaqt bir-biringlar bilan tanishib olishga. Julie Singsman. Fermer ha? Kirgimiz. Kelsangiz arzon narxda qilib beraman. Ya o'zi Diyor degan ferma qo'yxonam bor. Hefting bo'lsa bo'ldi. Men Diyor degan bir nima deydi? Biznesmenda firmasini pangurchik bo'lib ishlayman. Ben kiysayman men sizlarni kartalarni azna komissiya qilsam, azna komissiyani bilmayman. Kartalarni shularni Yo'q. His name is John C. Hamma bilan tanishdik. Endi o'yinni boshlashga. Birinchi tun. Ma'sud javob ber. Ma'sud javob ber. Tak. Mafiya uyg'onadi. Mafiya делает свой выбор. Fyuriga bizni kameralarimiz o'chib qoldi. Ko'rganingizdek mafiya o'z ishini qildi, lekin komissar mafiyani topdi va biz, ya'ni oddiy xalq o'tdik. Mafiyani ikkinchi raundini boshladik. Hop, mana kartadan bir tarqatib olamiz. Hamma kartasini qo'ygan bo'lsa, bir uchastaklar o'zini tanishtirib olaman. Birinchi uchastakimiz o'zingiz tanishtiring. Ot beraman, ot. Ikkinchi uchastak ham siz o'zingiz tanishtiring. Men qonuniy hokimman. Uchinchi uchastak o'zingiz tanishtiring. Men Amerika prezidentiman. To'rtinchi ham o'zingiz tanishtiring. Men yer shari prezidentiman. Endi menmi? Diyor akam fermasini yopgandan keyin taksistlikka o'tdim. Kuniga daromadim o'zimga yetadi. Oltinchi uchastak o'zingiz tanishtiring. Onam yaxshi ko'rgan match. Hop, hamma o'zini tanishtirgan bo'lsa, birinchi tun ajoyib bir tun bo'lyapti. Mafiya o'zini yo'lni birinchi o'ldirayotgan odamni uyiga qarab boryapti. Mafiya o'zini birini tanlaydi. Shu payt bir komissar uyg'onib ketdi, bir odamni uyini tekshirmadi. Komissar o'zini Prezident komissar qo'rqinchiligi.
komissar uxlaydi. Doktor uyg'onadi va bir odamni tayyorlaydi. Doktor egoistga o'zini tanlaydi. Doktor uxlaydi. Hamma uyg'onadi. Mafiya bir odamni o'ldirdi. O'sha diyor bular. Komissar esa o'zini bir-birini tanladi. Topdim. Endi komissar oromizda yo'q. Komissarni mafiya birinchi kuni o'ldirdi. U Achchiqlar aytyapti-yu. komissar o'zingizni bir-biringizni aytib ketsangiz. Ahmad hammaga mafiyaga asosan. Mafiya kimligini bilaman. Men komissar edim. Mafiya meni o'yin bo'yicha где-то bir 80%dan maqsad yoki yo'q. Nimaga degan nimaga argument degan. Men ham shunday dedim. Chunki men bu tomonni chirs etgan narsani eshitganman. Men boshqa chesa degan narsa. Eshitib, men eshitman. Zaten eshitdim. Mafiya degan. Ana shu yerda chiqdi. Hayt doston u mayli. Hay do'stlar, Doston prezident. Gapim Yo, maqsad yo derdim. Lekin ko'nta maqsad yo'qoldi. Uning rahmat. Bernilarga qiyin bo'lyapti. Endi hamma o'zini bir-birlarini tanlaydi. Masalan, birinchi yuramiz. O'zingizni gumoningizni ayting. Men shu umid to'ydim. Umid? Men o'zim to'ydim. Chunki просто yo'qman. ikkinchisi. Hop, ikkinchi uchasini o'zingizni bir-biringizni. meni ham gumonim umidda, chunki uydagilar telefon chaqiryapti. Shuning uchun hammani o'ldirib deysiz, so'ravermoqchi. Mana ham umidga. Umid Umid o'zingni bir-biringni ayt. Diyorda aman bosh. Men senga Basharasi kitrek ko'rinyapti. menmi? Endi taksisman. 24 ga yetti emas. Har biram pulim yetadi. Men argumentim imенно bir Diyor ekanman. imенно bitta odamga deb o'ylamayman. Studiyada. Hamma narsa yedik. Men maqsad aka. Hop, endi bitta ovoz beramiz. Diyorga ovoz berayotganlar. Ovoz berayotganlar. Bitta. Ikkita. ikki qilib turing. Doston, chota yomon o'zgaryapti doston. Bitta Maqsadga amalga ovoz berayotganlar, qo'lini normalni ko'taringlar. Ikkita. Maqsad aka men beraman. doston yomon o'zgaryapti. Men dostonga ovoz beraman. Dostonga ovoz- Yomon o'zgardi. Bitta umidni bitta Doston keyin qo'lingni- diyorga ham qo'yardi. Qo'lingni bir xittir. Qo'lingni bir xittir. Ay doston javob ber. Dostonga? Doston ishda bitta. Bitta diyor argument qilib, Umid argument qildi. diyor javob chiqdi. Bro, yomon o'zgaryapti. Alloh ovoz berding sen. Ovoz ikki odam bro. Ber dostonga hali. Dostondan ishda. Ikkita. Ikkalanga adilla ovoz beringlar. Kim diyorga kim umid qayta. Ana shu. Davay. Men yana ovoz bering. Ha. Diyor aka men yo'q. Bitta. Dostonga bergin. Dostonga. Doston 3ta. Doston kontaktni 3ta. Doston kontaktni. Deb bo'lsang o'zingga. Kim ekan? Doston oddiy odam. Doston oddiy odam. Ye, bilaman. Doston qilgan. Umid. Pistolet. Umidga ovoz beryapti. Umid. Oxirgi tun jarayon juda qizyapti. Biz 6 tagina odam. Kim bo'ldi? Hammang uxlanglar. Mafiya yana uyg'onadi. Mafiya uxlaydi. Afsus, komissar endi oramizda yo'q. Doktor yo'q. Doktor davoladi, ammo uyg'ondi. Birinchi otamniki. Bo'ldi, mafiya birinchi. Mafiya bir odamni o'ldirdi.
Bu Ablay edi. Bilet! Kartangni ochib o'yinni tark Bilet! Kartangni ochib o'yinni Kartangni ochib o'yinni tark etaveradi aka. Menikimi? Shutlevi. Oddiy odam edi. Taksiz. Taksist. Taksiz. Olimpiadada taksini yuklasang. Oxirgi gapimmi? Doktor yana chichivarib boshqa odamni tanladi. Вообще похуй. Давай, menga qasam yo'qmi? Men короче doktorman. Men diyorni davoladim. Tushundingmi? Bo'ldi, bildik kimligini. Bu doktor Hop to'xtanglar, endi ovoz beringlar. Kim kimga ovoz beradi? Umidga ovoz beradiganlar. Ya ovoz beryapman, prosta argument keladi. Umid o'zi chiqib ketishga harakat yo'qmi? Sen o'qi, men de Doktor menman. Hop, голосованиеga o'tamiz. Juda ko'p ballarlab ketdik. Umidga ovoz beradigan. Bitta ovoz. Bu yerga maqsadga. Kartangni ochib va maqsad kartangni ochib bizga chiqib ketasan. Va maqsad esa mafiya. Mana 3-raundimizni boshlaymiz. Kartalarni tarqatamiz. yana bir bor. Sanjar bilmem birinchi. Ey, maskeler qara. Kartalarni ko'rdinglarmi? Tayyor bo'lsanglar, to'l qo'yinglar. Bitta uxlab olaylik. Dam olinglar. Turmushga boramiz. Mafiya o'zini tanishtirib oldim. To'da diyor 2 marta o'qidi, fantaziylikda va fantaziylik. Bo'ldi. Mayli. Ko'zlar ochtiringlar, men Do'stlar, yaxshi o'qidimi kartasi? Bo'ldimi? Hamma o'qidimi? Mafiya tursin. Bilindi. Rol otsin. Sherif turadi. Shu yerda boshlovchi sherif turganini ko'rmay qoldi va o'yinni tezlashtirish uchun o'tkazib yubordi. Bo'ldi, sherif ko'ndiga turgisi kelyapti. Charchabdi. Doktor tursin. Birov davolasin turibdi. Ozbitta prezident to'g'ri bichamadan. Bo'ldi, hamma merni jitida turadi. Mafiya Sanjar o'ladi. Doktor ham Sanjarbekni davoladi. Gumoninglar kimdan? Men mafiyasini yo'q. Kim? Ha? Kimga? Ha? Ablay mafiya. Niye? Aha, sen. Niye? Yo'q, men Ruslan doktor. Bilan nima? Sen. Doktor deb o'ylayapman. Nega? Bilintirib turasizlar mafiyalik, chunki oltidagi sanjarni o'ldiryapti. Sizlar ikkovi kelishib olmaysizlar. Bir-biringlarga qo'lov berib. Sen uchun kim mafiya? Nega? Chunki Tur yo'qmi? chunki bezakga battashaman. Diyordan gumon. Oqbek gumon diyordan. Chunki men bugun juma. Diyordan chiqib yaxshilik. Diyor aka mafiya. Diyor mafiya Yusuf. Birinchidan shu yerdan ovoz keldi. Ikkinchidan prosta yo'qman. Men uchun o'zini mafiya bo'lgani uchun men mafiyaman desa menga ovoz bermaydi degani uchun. Ha, psixologический unyapti.
Lekin hozir birinchi raundda esarcha aniq bo'lmasin uchun. Diyorga ovoz bilan Diyorga. Prosta. Ovoz bilan Diyorga. Prosta. G'alati qilaverasizlar? Ikkita. Yo'q, hozir prosta ovoz beraman. Diyorga 4. Diyorga 4. Shahsiz yo'q, yozsam. Yo'q, afsuslik bo'ladi. O'zingda ovoz. Yo'qmaganmi-chi? Ochganga nimaga Ruslanning? Yoshsiz, to'rtta o'qib ketdi-ku bu shahardan qariga qilyapsiz. Nega desa, Panika qilayotganmi? O'zim qutqarishim kerak-ku men. real hech kim tushunmayapti. Prosta Tavakkal ko'pchilikka qo'shildim. Mana shu. Tavakkal bilan. Bo'ldi, o'yinimizni Diyorbek tark. O'zgartirishlar ovoz? Yo'q. Diyorbek mirni jitili dedi. Deyishgani. Tunimizni boshlaymiz. Uxlaymiz. 3-chi kameramiz o'chib qolibdi. Mafiya Ablayda otdi, doktor esa Maqsadni davoladi. Mafiya? Mafiya. Bilmayman. Hammada o'ylayman. Hech kimda argumentim yo'q. Bilib bo'lmayapti. Doston bilan O'yin. Kelishgan bo'ldi Ruslanga. Lekin real emas. Uchinchi marta 3-kunimizni boshlaymiz. Uxlanglar. Ovoz beraman. Oq qo'yib bizga. Eski zo'rman, bu o'ylayman. Давай голосование. endi yaqinga deydi. Kimga голосование? real. Ali yo Ruslan doktor yo men ikkovdan kansar bo'lsa bo'ladi. Yo dostonmi? Adastim yuradi. Real. Ruslan Mujik salom. Uslanga kim? Ya o'zlaring bilasiz. O'zlaring asosabsizlar. Ben. Ruslanga ovoz beraman. Ikkita ovoz. Real jo'ra. Indamay o'tirdi, indamay men bu chiqmasam kerak endi. To'g'ri, mafiya buni bir marta o'ldirdi, ikkinchi doktor davolatdi. Sanjar. Yo doston yo Ruslan ikkovdan o'tdi. Sanjar adashyapsan. Real edim. Bema o'zingni Ruslanmi? Ey, to'xtanglar. Yo'q. Uchta ovoz. Assalomu alaykum, o'tqazdinglar. Men argumentim yo'q. O'zlaring o'tqazdinglar, men farqi. Nima? Kim eding? Oddiy odam. Repeat. Men komissarman. Men doston tanlayman, doston mafiya. Men doktorman. 100% ana shu endi Ruslan doston. Buni dostonga ovoz beramiz. Bo'ldi. Ikkita Dostonga ikkita ovoz va doston mafiya edi. Shu bilan videomiz tugadi. Yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'ying. Mafiyaning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz kommentga mafiya deb qoldiring. Ovozni kasblash uzr. Undan keyingi videolar kasbini chiqadi albatta. E'tibor uchun rahmat.